Bir guruh dangasalar jamoasi o'tirib olib shunaqa gap chiqarishibdi. Nima emish, tozalikni yaxshi ko'radigan ayollar psixologik kasal bo'larmish. Bu gap nihoyat uyilib yotgan kirlarni yuvmayotgan, necha yillik changlarni artmayotgan, adashib divandan o'rnidan tursa bosh aylanib yana qaytib divanga yotib oladigan urat bekorchi odam o'ylab topgan. Bu gaplarni eshitgandan keyin boshqa qanday xayolga borish ham mumkin, to'g'rimi? Miyadagi urushni bostirishning yagona yo'li bu uylarni tozalash yoki teshak-to'sha gaplarni aytib olish. Menimcha birinchi variant yaxshiroq bo'lsa kerak. Chunki ikkinchisi to'shni yaxshilik bilan tugamaydi. O'sha odamni yoshligida o'qituvchilari menimcha kuchuk ham o'zini o'tirgan joyini tozalab o'tiradi degan gapni aytmagan bo'lsa kerak. Chunki men bu gaplarni 9 yil maktabda kuratorimdan va 3 yil kollejdagi kuratorimdan eshitganman. Hatto shu kuchukchalik ham bo'lolmaysanmi? Tozalikni sevuvchi ayollar, siz hech ham qo'rqmang. Siz hech qanday kasal emassiz. Shunchaki dangasalarni o'ylab topgan gapini deb siz aslo o'zingizni ayblay ko'rmang. Lekin hayotingizdagi bitta to'g'ri tanlovni qilishingiz mumkin. Videoimga like bosib, menga obuna bo'lib ketinglar. Bunaqa shedevrli gaplarni va videolarni o'tkazib bormaslik uchun albatta. Bu videoni bo'lsa g'at dangasa bo'lgan o'rtog'ingizga tashlab qo'ying. Buni ko'rib bir vijdoni qiynalsin.